Xo'sh, sizda kompyuter yo'qmi, lekin GTA o'ynashni xohlaysizmi? Unda mana sizga top 3 ta GTAga o'xshash telefon uchun o'yinlar. Gangster Vegas World of Crime o'yini. Agar siz mobil qurilmangizda haqiqiy GTA atmosferasini sog'ingan bo'lsangiz, Gameloft'ning ushbu durdonasi sizga aynan kerakli narsa. Bu shunchaki o'yin emas, bu ulkan Vegas shahri. Bu yerda siz bokschi roldan boshlab butun shahar mafiyasigacha borishingiz mumkin. Ya'ni bu degani bu o'yinda GTAga o'xshab storyline bor. Medout Big City onlayn o'yini ro'yxatimizning 2-o'rnida. Medout 2 o'yini bu o'yinda ayniqsa bizning hudud vakillari uchun juda ham qiziqarli. Nega deysizmi? Chunki bu yerda siz o'zingizni Lada yoki Jiguli mashinangizni haydab mazza qilib yurishingiz mumkin. O'yin Open World o'yini hisoblanadi. Payback 2 The Battle Sandbox. Agar sizga realizmdan ko'ra ko'proq chaos, ya'ni umuman tartibsizlik qilib tashlaydigan o'yin kerak bo'lsa, bu o'yin siz uchun ayni muddao. Bu o'yinda turli xil rejimlar mavjud. Shaxsan o'zim ham bu o'yinni kichkinaligimda juda ham ko'p o'ynaganman.